Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Mana biz Shayt TVdagi O'sh shahridagi Shayt TVdagi 266B uyidagi yongan uy, Allohga shukr, alhamdulillah. Sizlarni yordaminglar bilan, o'zim musulmon mehribon xalqimning yordamlari bilan shunchalik uylarimiz qurildi. Lekin hozir mana oxirgi pulimizga tom yopyapmiz. Mana shu uyda hozir shu holatda yashab turibmiz. Bitta xonani shunaqa qilib, mana qilib kardonlar bilan to'sib, shunaqa qilib yashab turibmiz. Endi hozir mana shu holatga kelgan bo'yicha mana pulimiz tugab qoldi. Oxirgi pulimizga mana Allohga shukr, alhamdulillah tom yopyapmiz. Tom yopilgandan keyin umuman pulimiz qolmadi. Ming hijolatchilikda ilojim yo'qligi uchun yana nima qilishni bilmay, avval Alloh sababchi bo'lsin deb shu videoda olyapman yana. Bu videoda ilojim yo'qligi uchun qish kelyapti, mana sovuq kelyapti. Uyga kirolmayapmiz. Mana ustalar ham yo'q, hech kim yo'q. Shunday qolib ketdi uylar. Zo'rg'a tomni yopib olamiz. Shunga sizlardan yana bir iltimos qilib chiqyapman. Ilojim yo'qligi uchun iltimos sizlardan yordam qilinglar, qo'linglardan kelganicha. Alloh rozi bo'lsin. Alloh qilgan ehsonlaringlarni jannatga zaxira qilsin. Ilohim o'rnini ming barobar qilib to'ldirib qo'ysin. Ozgina yana yordam qilsanglar, inshaalloh shu uyimizni o'nglab, hech yo'g'i bitta uy bilan bitta kuxnyani qilib olsam ham kirib yashab turar edik. Qish kelyapti, mana yashaydigan xonamiz yo'q, hali iloji yo'q. Shu bo'yicha qolib ketdi. Pulimiz tugab qoldi. Iltimos sizlardan, bolalar ham ishlay olmayapti, ustalar bilan birga ishlab, buni apga qilib yuribdi, ustalar bilan birga ishlayapti. Biz bo'lsak usta boqyapmiz. Shunga iltimos sizlardan, Allohning roziligi uchun yana ozgina ehson qilib yuboringlar. Iltimos sizlardan, Alloh rozi bo'lsin.